Sizni dafn etgandan so'ng nima bo'ladi? Bir necha soatdan so'ng yig'alar to'xtaydi va sizni oilangiz tunga ovqat tayyorlash ortidan bo'ladi. Qarindoshlaringiz yig'ilib esa hozirgi kunda bo'ladigan muammolar haqida muhokama qiladi. Sizni tanigan, bilganlar esa ular hozir uzoqda yoki boshqa muammosini aytib, ta'ziyaga kela olmasligini bildiradi. Sizni boshlig'ingiz esa sizni o'rningizga boshqa ishchi izlay boshlaydi. Bir necha kundan so'ng farzandlaringiz o'z ishiga qaytadi. Chunki ularning ta'ziya ta'tili o'z nihoyasiga yetadi. Bir necha oydan so'ng esa sizni rafiqangiz televizor orqali komediya, serial ko'rib, kulib vaqt o'tkaza boshlaydi. Siz esa chaqmoq tezligida unutilib ketasiz. Agar sizni odamlar shunchalik tez unutar ekan, unda siz kim uchun yashayapsiz? Siz umringiz oxirigacha odamlar siz haqqingizda nima deyishini o'ylab yashaysiz. Hech nima.